Ol hay. Mana piyalacha etni ichgan bo'lar. Hammasida qittiq deysa. Oqjonim, shunday men o'ylaydi-da. O'ylaymiz. O'ylab qolmasin bu. Baye. Dur. Men chiqarib olay, uyimga boray. Uyimga men. O'lmaysan. Senga video olish qandaligini ko'rsataman. Bak. Zahar zuqumingni ye. Nima? Tavukmi? Sari oldi. Bu bonagimi? Sari oldi tabaka. Ha, o'sha. Savoqdan ham beray buni. Oqidan, qizilidan, yashilidan. Farqi bering. Eng nomlisi. Hammam qizib ketdi. Issiq choyda ichib havoni ustidan kulish kerak. Ular abidga cho'qlaydi. G'aflat bosib. Qizim. Qizim. Ye, ona qizim, sen turdingmi? Onang bilan opangga ayt. Dadam ovqatlarni, zavtraklarni taxlab qo'yibdi ekan. Tez chiqib choylarni ichib olsanglar, keyin qaytib kirib yotaver ekansizlar deb chaqirib chiqib bor. Tez bu qizim. Hayt, uxlab qoldim bu meniki. Nima qildinglar? Chiqyaptimi opanglar? Ha, dada. Ana onang sassib yotibdimi onang? Ulan ketdilar. Qayerga ketadi? Rossiyaga. Ye. Yaqinga neganda qayerga ketadi? Ana u tuda apparatni nima degan bilib borganki. Ha, tuda apparatni. Tuda apparatni deydilar. Kelgandan borish, sirasi qaytib. Nima bo'ldi? Nima sababdan ketdi o'zi? Kechqurun pashani cho'q tashlabdi. Kim Shu sabab bo'ldimi? Qizim, sen sochingni yig'ib ol. Uyqudan turgandan keyin qiz bola o'ziga qarab sochini yig'ib chiqarlar, bit qo'lini yuvarlar. Senga ham tegishli, abidgacha yotmaydi. Itta bir kun birovni uyiga borib, birovni boshini yema qizim. Barvaqt turib qiz bola ko'chalarga suv sepadi. Mana sipalar sipiradi. Keyin uyga baraka keladi. Tong sahardan Allohim farishtalarni yerga tashiygan. Bittalar har bitta hovliga farishtalar kelib rizq baraka berib ketgan. Ana shu uchun barvaqt turishga o'rgan qizim. Nima? Anchadan beri sizga bir gap aytmoqchi edim, qo'rqdim aytishgan. Nima qizim? Nima qo'rqasan? Dada uylaning. Mana meni bari kiymaydi. Nima kiymaydi? Onam topib qo'yganlar o'sha yerga. Shunaqa dey. Shunaqami qizim? Ammakilar ko'p kelaydimi? Ha, o'lmadasanmi? Biz ham o'g'li ertaga tegishimiz bor. Sizga kim qaraydi? Kim choy taxlab beradi? To'g'ri aytasan qizim. Bitta bir kun sen ham onangga o'xshab kimnidir zo'r qaqshatma. Qilmaydi. Qarayman, nima o'yladi. Xudoga shukr, xudoga shukr. Qizim, o'tda ana qo'chqorchani aldirib kel. Qo'rqaman dada. Nimadan qo'rqasan o'zi bittagina? Ikkinchisi qani? Ikkinchisi sotib keldim. Bittaga mana singlingga kiyim olamiz sentyabrda. Menga Maktab. Senga ham olamiz qizim. Menga-chi? Senga hozir men zo'r narsa beraman, bacham. O't ekonga. qo'rqaman dada. Qara bo'l. O'rganasan, hech kim o'lmagan. Singling ham o'rganasanga qarab. Mana dada deyishni o'rganding. Ap deb yurading. Ustoz, O'lmangmisan? nima bilaman? O'libdi-ku bu, o'libdi-ku bu, molday. Ey. Mana kiranni ach. Mana kiranni ach. O't yo'q bular.
Iqbolda uyingga. O'yla. Harom. Qizim, ha kirib uxlayman. Ertalab soat 2 da chiqib ketaman mol bozorga. Ildirab keyin choypoylangga chiqib kirib yotasan. Bo'lmasa ishlan qil. Natashani ko'rmading? Natashani ko'raman. Estoz, uyga kirib ketdik-ku. Ko'raman. Aftana qaroni qo'rqinchliligini. Yana menga shuni oldi tushdinglar. Appa, dadam shogirddan cho'qiramizmi? Baribir dadam uxlab qoldilar-ku. O'sha kishi biz uning uyiga qaraylar-da. Endi nima keragi? Odam boshini og'irtashmi? Appa, kiyli. Chiqib foydalanib olaylik. Gazini beraman qarab tur. Natash qanday? Assalomu alaykum Jiray aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi. Mangami? Ha, singlimman. Rahmat. Jiray aka, bo'cha keling. Ana. Chaynalmay qayerga gapiring. O'rang berdi. Dadam gapiradi. Chiqmamış. Yo'q, yotib qilyapti. Yana qana quymasin. Yo'q. Ay berdi o'rog'ingni. Uyimga qarang, hay kiyim beraman. Nima qilay qo'y? Ovqat bering, suv bering menga. Boshsi. Aynan. Hozirda. Aynan boracağım. Osongulda. Ovqat bering menga. Appa, o'ldi bu, o'ldi. Dadamga nima deyman endi? Canım ye. Nataş. Hala qo'ying. O'ldirdim. O'rang berasan? Qochib ketdi-ku. Qochib ketgan yo'q, ushladim mayli. Yildirdim. Lekin yiqitdim endi. O'roqni gurgutam bermayman. Nimaga? Ketdim bu yerda o'z dadam cho'qiraman. Sizda zikli umma bermayman. Qanaqa zik? Dadang meni 3 kun qamab qo'ydi. Men zik bildimmi? Qarab tur. Dada! O'stiramiz. Biring boshingdan qo'ysin, Appa, bekor haydadingiz-da. Uydagi og'ir ishlarni qildirib yuborasdik. To'g'ri aytasan. Bari keladi hozir. Endi kelmasa kerak. Keladi, har kuni sherga-ku. Men sevib qolgani. Sen ham sevasan, dadamga aytib beraman. Tintaymisan, dadam ikkamizdan suyadi. Aytma. Kulak asın ey cemaat, ben olup tarafa gel. Sanmıyorum ki yalan der, hakikidir olan der. Kasıtçılık hayatı, çok sıkı cemaati. Suhbat açın yerinden, rayanların birinden. Bir damla cavan var emiz, hakka taraflar emiz. Bir damla cavan var emiz, hakka taraflar emiz. O neler gel. Yotar joyim to'rt tomoni devordan, devorimiz qalin betondan. Ey yaşa qo'qiz, yaşa. Aka sir bo'lmasa necha yil o'tirgansiz? Ukam, so'raman, ko'p o'tirganman. Ha, aka o'zi qo'llaringizdan bilinyapti. Ey ukam. Men zonaga 10 yilga kirgan paytim nampista chizganman. 10 yil chiqqandan keyin, o'tirib chiqqandan keyin 5 yildan keyin yana ketdim men. 15-yilda mana uni chizdirdim. Asosona qara 707. O zonam paqani chizdirgan. Meni eslab yurasan degan. Zonam paqan bilasan kimligini? Yo'q. Bu mo'ylov odam bilan, vahshiy odam. Ana uni qara. Birinchi muhabbatimni eslab yuraman. Buni Baxa degan bacha aytgan qo'shiq. Muhabbat. Yurakda aldama degan. O'shani eslab yuraman birinchi muhabbatimni. Chal ekan. To'xta. Şimdi yaxshi bir muhabbat haqida ayt, bir mazza qilaylik. Nola qildim Xudoga, yetmadi mening so'zim. Qo'lim ochib duoga, kuzatdim yorlarni o'zim xayol. Suydi yurak, kuydi dil, ko'zim yoshlab qolaman. Canım bugün alamdan ateş bulup yanaman.
Nola qildim Xudoga, yetmadi mening so'zim. Qo'lim ochib duoga, kuzatdim yorni o'zim. Xayr deyman, xayr, xayr gul yuzim. Sahroda kemaday qoldim men o'zim. Xayr deyman, xayr, xayr gul yuzim. Sahroda kemaday qoldim men o'zim. Xayr deyman, xayr, xayr gul yuzim. Sahroda kemaday qoldim men o'zim. Xayr deyman, xayr, xayr gul yuzim. Sahroda kemaday qoldim men o'zim. Xayr deyman, xayr, xayr gul yuzim. Sahroda kemaday qoldim men o'zim. Aka. Oh. Boya zonani paxan dedingiz-ku Mo'ylovli aka. Ha. O'sha kelyapti menimcha. Ey, men ko'chadaman. U zonada o'ki paxanligini qilar. Aka Bu turdi. yerda qilinmaydi. U uxlayapti albatta. Turdi aka. Chal, tamam. Men ko'chaman. Tamam, u yerda qiladi. Borsakonligini. Chal. Yotar joyim to'rt tomoni devordan. Devor emas, qalin. Arron. Ustoz. Nima eding sen? Ustoz. Vormiding? Assalomu alaykum, ustoz. Sen vormiding? Yo'q, Sen bugundan boshlab g'or bo'lasan. ustoz. Nima edi mana? Zerikrimdan. Mana nima edi bular? Ustoz. Nima edi bu? Kechiring meni. Bor yo'qki. Evli. Sen kimsan? Men Nurshotbek singerman, to'g'ri? Ana ro'yatda aytgan bilasanmi? Shunday. Ayt. Kulak asın ey cemaat, bel olup derevayat. Sanmıyorsun yalan der, hakikidir olan der. Kasıpçılık hayat ey, çok sıkı cemaat ey. Suhbat açın yerinde, rayanların birinde. Bir tane cavan var imiş, hakka taraftar imiş. Onu astırıkmıyormuş bu adam. Bilmadim lekin to'g'ri. Soat nechi bo'ldi? Bir bo'ldi. Tek abid choq, ha? Bironta chaqirsa kelaverasan. Endi o'zi xizmatdagi odam. Qara bile. Evli. Kaltarak kiysak o'xshaydi. Lekin yaxshi ayt ekan. Ovoz o'ziniki ekan. O'zidan ham zo'r qilib aytdi. Ovozingga ovoz qo'shibsiz. Bos. Yuding be. Yurga. Nima o'rlangi chiz oling o'zingcha. Ustoz. Sizni uyingizda o'tirdim-ku, 3 kun qamab qo'ydingiz-ku. Menga xuddi 3 yilday tuyuldi. Xuddi o'zimni zonada his qildim. Chiqqandan keyin zerikkandim, chizdimlar tatuirovkalarni. Ballam, qo'rqitaman dedim. O'yli. Do'stim kirgin kelyaptimi seni? Kechiring ustoz. Yu mana, g'ormi, bormi? Estes yo'q. Ballam, qo'rqitaman dedim-da, ko'chada hamda borsakondim. Xuddi qamal chiqqanda bildim. Ustoz o'zingizdan ayamay qarong'iga tiqib qo'ydingiz. Bunday jazolamasa seni o'zingcha o'sha narsa eslasam yana uruldirim keladi. Ay, billah ustoz, billah ustoz. O'yli. Kechirim so'radim-ku ustoz, men ham ataylab O'tirib yo'q. ustoz. Ustimga juk. Hay uchugam yo'q-ku ustoz. Shu yaxshilab anavoy nimangni. Yechib tashlamini. Qo'ying. Yech mana, eshak ayolni yech. Ustoz, shu. Mana. Bir tane abuyning diyu. Bila. Qishlog'im ham o'zgarib ketdi. Go'zallik ketdi. Sog'inimda qishlog'imda. Kimdan olmayman? Ana o ki bu. Sitxulani. Ukaz Davron ki bu. Kim bo'lsam,
Yurishini qaramini maymunday badanni junni ko'rsatib yurin. Ko'rsataman bunga. Qishloqda shunday yurishdi. Bor chaqirib ket. Ishlab ket. Chamadon pomadonni bilan olib ket. Tez kele. Tez yer. İnşallah bana qara paxta qo'yishim. Ha, qanday belli Rossiya? Qiynalmangmi? Yo'q, yuzing qanaysan? Yur, kiyimchalar, yengilab ketgan odamlar o'xshaysan sen. Ustoz olib kelman, menga qara. Assalomu alaykum ustoz. Buni qaram. Shunday yursa bo'lar ekan qishloq. Nima qilibdi ustoz? Ganjinni qara badan. Gula. Ustoz Qarasang bo'lmaymi? Aptini qara buni. Usting almashtirib yursang bo'lmaymi? Bu yerda qizlar bor, Hozir Rossiyadan kelaman, Jo'rka. Bize bo'lib, qaydan kelyapsan? Bizdan qishloqdan yurmaydi. Qizlar bor. Yo'q, qiz bir ekan qarasada. Ustoz qiynalib. Topmay. Rulinama. Hech mana. Hech mana. Shulamini tutanki. Rossiyada o'tkazib ber ekanmi? Yo'q. Ha. Shu yerda tinchgina ishlab yursang bo'lardik mana bular. Uyingizda ish berman-ku. Endi ish berma. Sen shogirdlik ko'rdingmi? Ha. Mana, nechta mashina anaqa qilib mali bilan taqlayapti hozir. Katta mali bilan, katta furalarni taqlayapti. Kam bo'ldingmi? Yo'q. Chutki. Menga o'rgatsan, keling ustoz. O'rgatmaydi. Men o'rgataman. Bir yo'qda shunday borib, usting almashtir. Xo'p, bo'ladi. Ish bor. Xo'p. Sektere, ana otda ol. Ket. Uyxona kuttingga tiqding. Malsa qulayotdim. Baribir ustozim yerda. Shuncha qildim, Rossiyaga ketdim, akamga ishonib. Baribir qabul qildi. To'xta, Ruslan ham shu yerga moli bu trekker mashina taxlatdilar. Boray ham bir gap bo'lar. Biladimi? Yo'lka. Hozirna kelgandan keyin ha deb qo'shilaverman. O'zim gapiraman, tushundingmi? Ha, ustoz. Shortiga maykada yurishni ko'rsataman men unga. Rossiyada bo'laman, boshqa joyda bo'laman. Ustoz. Ha! Keling. Ustoz, keling. Tez yur. Kelamiz. Mana birinchi ishimiz mana biskitlar nimani o'tib. Vale. Choy bitta joydan bo'lsin. Achchiqina bo'lsin. O'tib o'rib shuni iskit qilib, Qara, menga qaraysan. Ustozim gapiryapti. qaradi. Endi boqsodan bilasan. Mana shuni o'rib, boylab kakpolojni ittalab namlab o'ylasang, zakoni bo'ladi. Iskit ustiga bosasan. Kakpolojni chiroyli bitta saniysa qish kun sotamiz ular. Bu ham pul. Bundan keyin zakonni soqqalish qo'ygan. Qanaqa? Ikko'ngim suramada kutingni qisib, bu bo'ladi deb qo'y. Xo'p, bo'ladi. Uroqlarni o'tkirlab, tez chiroyli qilib, hozir qo'yib qo'y. Ananga borasan, uston arziga o'tkirlab beradi. Men ayt. To'xtang seni. Yo'li. Plan dastan sochim qolmay ekanda. Qizim, choy olib kel qani. Xudo xolasa ertaga ana shu uroqlarni o'tkirlab shaqa kelsa, mana bu o'tlar bunday gullab ham ketdi. O'tlarni o'rib, iskir qilsak, hamma zo'r bo'ladi. Mana pomidorchi-ku. Alo. Assalomu alaykum. Salqin bilanmi? Hozirmi? Bo'ldi, tamom, hozir boramiz. Tamom. Qizlarim tez otlaringlar sizlar bir joyga yetaman. Jurka!
O'zi bir joyga boramiz. Qayerga boramiz ustoz? Soqqali ishdimmi? O'sha yerga boramiz. Hozir boshlasam ustoz. Soqqali ishlayapman senga. Salqin bilan ishlaymiz. Pullik Salqin bilan. Ha, jo'rga bu yoqqa. Ha ustoz. Davron sen nimalarni taxlib idishlarni? Ha ustoz. Bacham. Davring keldi. Ana shu soqqani qilamizda sen uylandin. Tamam ustoz. Boramiz. Rahmat ustoz. Idishlarni taxla. Tamam. Oy, ana u nimalarni taxla? Chup yashiqlarni taxla tez-tez. Davay. Mani o'ylayapti. Nima sen o'yla? Ma'nacha? Men tuyimni qilaykan pomidor. Hech joylariga hech kim yo'q qilishdi. Natash, qandiriysanmi? Natashka emas, o'zingga. Ye. Sen nima men taraf olyapsan? Solmay uni tarafini olyapsan. Ye. Davay, yer. Bila. Bil. Qanday qizim? Yoqdimi qizlarim? Chiroyli joylar ekan. Ha, ana buni aytadi, mana yerdagi tillo, oziqa, boylik deb mana buni aytadi. Pomidorlarni qizilligini qarang. Ha, shirinmikan? Shirin, dahshat shirin. Ada Rossiya ketmaganim ham yaxshi ekan. Maza qilib yuribman. Bu yer pomidoriga qarang, qizil ta'mi ham zo'r ekan. Bunaqa Rossiyaga bunaqa joylar yo'q. Shirin pomidor ham yo'q. Suvini qarang. Mana ertaga pomidor yopamiz. Hozir bundan ham zo'r joyga yetaman sizlarni. Qovun taruz poliyaga yetaman. Bundan ham go'zal, tog'da tayda joylashgan u. Non ham olaylik, yo'ldan Ha, sepilamiz. olamiz bacham, olamiz. Yuringlar, chaqqon-chaqqon yuraylik. Kech bo'lmas poliyaga boraylik. Qizlarim. Ana, qizim yoqdimi? Zo'r ekan. Ana, mana tarvuzcha o'zingga, o'zing yeysan. Xaladelikcha ikkiga bo'lib qo'ysang, yoqdikkina bo'ladi. Qanday? Zo'r ekan ustoz, juda yoqdi men. Zo'r joylar ekan lekin. Ha, zo'r bo'ladi-da. Ey. Rossiyalarga borib, ishda kimgadir muttaham bo'lib, qor kurab yurganingcha, mana bunaqa poliyalarga, mana bunaqa qovun tarvuzlarni yetishtirsang, sandan boy odamni o'zi yo'q. Shunday ekan ustoz. Nasib bo'lsa, pomidor poliyaga, ha, asta. Yerga aylantirsak, Nasib. ha bunga Ali, sen aylantiramiz ey. Rahmat ustoz. Ey, ha. Ey, Dey bila. ustozimni aytganini qilsang bo'ki, ring ikki bo'ladi. Aymi? Shunday. Jatar Rossiyaga ketyurma. Mana shu yerda ishlab topsangan bo'ladi o'sha pulni. Xudo xolasa mana ikkita akangni tuyiga, zakizga, mashinani ollayiga apang bilan seni mindirib olib, qonla aylantirib yuraman qizim. Mazza qilib. Joni sog' bo'lsin. Shunga ukajon, menga qara. Sen Rossiya degancha amana qilib bitta poliyani bitta arendaga olamiz. Ana shu yil sal kechga qoldik. O'zimiz yetishtiramiz. Qovun, tarvuz, kadi, pomidor. Ko'p bezsang bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Soqqandayda qolasan sezonda. Ustozim, qizim qana chaqirsin bo'ladi Natashani. Nima chaqirsin? Natasha desam eshitib qoladi. Mirzosin taqillatsin. Ustozim bilib qoladi. Ustozim ham uxlamaydi, bir joylardan chiqib keladi. Yuksab eshitib qoladi. Nima chaqirsin? Ha, ana banka yo'q etgan, so'rayman. Banka yo'q etgan, berib turdi. Bittasi bilan bilaydim men kichkina. Natasha, men seni sevaman. Sen uchun jonimni beraman deyman. Meniki bo'lsang bo'li deyman. Hozir bo'lib aytaman. Kim bo'ldi? Bu qishloqda mendan boshqa hech kim bo'lolmaydi Natashani yeri. Meniki bilasan Natasha, seni hech kimga berib qo'ymayman. Hozir men seni maymonda o'zi yertamos kim bo'lsang ham.